İsmim Ziyoda, 19 yoshdaman. Smart IT kompaniyasida ishlayapman. Ish topishda menga qiyinchilik bo'lmadi, chunki Apko akademiyasidan tavsiya qilishdi. 19 yoshda buxgalteriyani o'rganib, ishga joylashish imkoniyati mavjudmi? Bu savolga javobni o'quvchimiz Ziyoda misolida ko'rib chiqamiz. Ziyoda, marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. İsmim Ziyoda, 19 yoshdaman. Apko akademiyasini 5 oylik kursini bitirgan o'quvchisiman. Hozirgi kunda yordamchi buxgalter lavozimida ishlayapman. Ziyoda, hozir qaysi korxonada ish faoliyatini olib bormoqdasiz va ish topish jarayonida qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz? Hozirgi kunda Smart IT kompaniyasida ishlayapman. Ish topishda menga qiyinchilik bo'lmadi, chunki Apko akademiyasidan tavsiya qilishdi. Собеседованиеga borib, provodka bo'yicha so'rashdi, bunda muammo bo'lmadi. Ziyoda, hozir ishga joylashgansiz va yana parallel ravishda soliq bosqichini Apko akademiyasida davom ettirmoqdasiz. Nega soliq bosqichini o'qimoqdasiz hozir? Men hozir yordamchi buxgalter lavozimida ishlayapman. В дальнейшем yana tushunib yetdimki, что главный buxgalterlik lavozimiga yetish uchun soliq bosqichini обязательно o'qish kerak. Agarda siz ham 18, 19, 20 yoshda bo'lib, buxgalteriyani noldan o'rganib, kafolatlangan ish o'rniga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.